Inson tanasi hech qanday olov manbasisiz birdan alangalanib ketishi mumkinmi? Tarixda shunday holatlar borki, odamning o'zi kulga aylangan, lekin yonidagi buyumlar butun qolgan. Bu tasavvurga sig'maydigan holatlar tibbiy arxivlarda qayd etilgan. Sirli, qo'rqinchli va hanuz ilmiy izohini to'liq topmagan voqealar. Bugun biz aynan shu jumboqqa kirib boramiz. Tibbiy arxivlarda inson tanasining g'ayrioddiy darajada yonib ketgan bir nechta holatlari tasvirlangan. Ularning umumiy jihati, tananing ko'p qismi kulga aylangan bo'lsa-da, atrofdagi buyumlar deyarli zararlangan emas. Kriminalistlar bu tafsilotni eng sirli belgi deb baholagan. Chunki oddiy yong'inda bunday izolyatsiya deyarli mumkin emas. 1951-yilda Floridada Mary Rizer ismli ayolning tanasi deyarli to'liq kulga aylangan holda topilgan. Faqat oyog'i va ba'zi suyak qismlari qolgan. Uy jihozlari esa butunligicha turgan. O'sha paytdagi tergovchilar issiqlik shu darajada yo'nalganligini tushuntira olmagan. Bu holat o'z-o'zidan yonish haqidagi bahslarni kuchaytirgan eng mashhur voqealardan biridir. Inson tanasining katta qismi suvdan iborat bo'lgani uchun oddiy sharoitda tananing o'zi yonib ketishi juda qiyin. Tibbiyotda tana to'liq kulga aylanishi uchun 1000 darajadan yuqori issiqlik kerakligi aytiladi. Oddiy yong'inda bu darajadagi issiqlik uzoq vaqt saqlanmaydi. Shuning uchun ayrim holatlarning shunchalik kuchli kuyishini tushuntirish ilmiy muammo bo'lib qolgan. Ko'pchilik olimlar bu hodisani sham effekti bilan izohlaydi. Ya'ni erigan yog' to'qimalari kiyimni asta-sekin yoqilg'iga aylantiradi va yong'in sekin ammo juda barqaror yonadi. Bu jarayon uzoq davom etganda tananing katta qismi kulga aylanadi. Biroq shu nazariya ham atrofdagi buyumlar nega zararlanmaganini to'liq tushuntira olmaydi. Yog' to'qimalari issiqlik bilan tez eriydi va o'zi ham yonish manbaiga aylanadi. Ba'zi tadqiqotchilar tananing o'zi sekin yonib, ichki yog'lar yoqilg'iga aylanganini ta'kidlaydi. Biroq bu jarayonni boshlanishi uchun baribir biror tashqi uchqun bo'lishi kerak. Shu bois mutlaqo o'z-o'zidan yonish tasdiqlangan ilmiy fakt sifatida qabul qilinmaydi. Ko'plab holatlarda guvohlar hech qanday olov hidini yoki alangani sezmaganini aytishgan. Barcha narsa sokin bo'lgan. Faqat tananing yonib ketgan qismi kul holatda topilgan. Guvohlarning bunday tasvirlari voqea atrofidagi sirni yanada kuchaytirgan. Bu tafsilotlar oddiy yong'in ssenariysiga mos kelmaydi. Ko'plab holatlarda tananing yonib ketgan qismiga juda yaqin bo'lgan buyumlar hatto qoraymagan bo'ladi. To'shalgan gilam, taxtadan yasalgan stullar, hatto qog'ozlar ham zarar ko'rmagan. Ilmiy mantiq bilan olganda bunday narsa juda g'alati. Chunki harorat juda yuqori bo'lgan bo'lsa, atrofdagi buyumlar ham kuydirilishi kerak edi. Ba'zi tadqiqotchilar tanada ichki kimyoviy jarayonlar kuchayib, yonish o'z ichidan boshlanishi mumkin deb faraz qilishgan. Metabolizm buzilishlari yoki ichki gazlarning to'planishi ba'zan xavfli holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ammo bu farazlar amaliy tibbiyot tomonidan tasdiqlanmagan. Shuning uchun ular ilmiy gipoteza sifatida qolmoqda. Ayrim tahlillarda hodisa sodir bo'lgan odamning tanasida spirtli moddalarning ko'pligi aniqlangan. Bu hol tinglovchilar orasida spirt tanani yonuvchan qiladi degan tushunchani paydo qilgan. Aslida spirt tanani oddiy sharoitda yonuvchan qilmaydi. Lekin u tashqi uchqun ta'sirida yonishni osonlashtirishi mumkin. Ammo bu ham barcha holatlarni tushuntira olmaydi. Kriminalistlarning fikricha, aksariyat holatlarda asl sabab oddiy sigareta bo'lishi mumkin. Kishi uxlab yotganda kiyimi asta-sekin yonishi boshlanadi va sham effekti orqali katta yong'inga aylanadi. Ba'zan sigareta kul bo'lib ketadi va tekshiruvlar uni topa olmaydi. Shuning uchun bu holatni ko'pincha real izoh sifatida qabul qilishadi. Yog' to'qimalari eriganda u matoga shimiladi va asta-sekin o'zini yoqilg'iga aylantiradi. Bu jarayon sekin, ammo barqaror bo'lgan yonishni ta'minlaydi.
Ushbu mexanizm haqiqiy holatlarni izohlashga juda mos keladi. Shuning uchun ko'plab olimlar o'z-o'zidan yonish g'oyasidan ko'ra aynan shu mexanizmni haqiqatga yaqin deb hisoblashadi. Tadqiqotlarda tana yonayotganda issiqlik yuqoriga emas, pastga yo'nalishi kuzatilgan. Ya'ni issiqlik tana markaziga to'planadi va atrofga kam tarqaladi. Shu sababli boshqa buyumlar kuymagan bo'lishi mumkin. Issiqlik fizikasi nuqtai nazaridan bu holat g'alati bo'lsa ham, ayrim holatlarda tushuntirishga yaqin keladi. O'z-o'zidan yonib ketish deb talqin qilingan holatlarning ko'pchiligida bir nechta o'xshashlik bor. Tanadan faqat oyoq yoki qo'l qismi qolishi, kul miqdorining nihoyatda katta bo'lishi, atrofning zararlanmasligi va guvohlarning alangani ko'rmagani shular jumlasidan. Aynan shu belgilarning takrorlanishi odamlarni bu hodisaga nisbatan yanada qiziqtirgan. Internetda va ba'zi kitoblarda bu hodisa odam tanasidagi noma'lum energiya bilan bog'liq degan farazlar tarqalgan. Bunday fikrlar ilmiy asosga ega emas, lekin voqealarning g'alati tafsilotlari sabab ko'pchilik tomonidan muhokama qilingan. Ilmiy doira esa bu kabi izohlarni fantastik taxmin deb hisoblaydi. Ammo sirli tafsilotlar bunday farazlarning ommalashishiga sabab bo'ladi. Ba'zi guvohlar voqea sodir bo'lganidan oldin hech qanday olov ko'rmaganini aytishgan. Ular yonish faqat hodisa sodir bo'lgandan keyin payqalgandek tuyulgan. Guvohlarning bu chalkash tasvirlari voqeani tushunishni o'ta qiyinlashtiradi. Chunki inson ongidagi vahima xotirani o'zgartirishi mumkin. Kulga aylangan suyaklar ba'zan toshdek qotgan holatda topiladi. Bu esa juda yuqori haroratni ko'rsatadi. Oddiy uy yong'inida bunday darajada suyak parchalanishi kuzatilmaydi. Sud tibbiy ekspertlar buni ichki yoqilg'ining barqaror yonishi bilan bog'lashadi. Biroq ba'zi tafsilotlar hali ham aniq izohga ega emas. Ayrim holatlarda yong'inning boshlanish nuqtasi topilmaydi. U yerda gugurt, sigareta, elektr nosozligi yoki gaz izlari bo'lmaydi. Kriminalistikada bunday holat juda kam uchraydi va odatda kuchli shubha uyg'otadi. Shuning uchun bu voqealar hanuz tadqiqotchilar tomonidan qayta o'rganiladi. O'z-o'zidan yonish g'oyasi ilmiy jamoada tan olinmaydi. Asosiy sabab bu hodisani takrorlab bo'lmasligi va nazorat ostida kuzatilmaganidir. Ilmiy tajribalar uchun eng muhim narsa takrorlanadigan natija hisoblanadi. Shuning uchun olimlar bunday voqealarni tasodifiy sharoitlar natijasi sifatida izohlashni ma'qul ko'rishadi. Shu kungacha biror holat 100% ilmiy izohga ega bo'lmagan. Har bir voqea ayrim jihatlari bilan umumiy fiziologik izohlarga yaqinlashadi. Ayrim jihatlari bilan esa keskin farq qiladi. Shuning uchun o'z-o'zidan yonish mavzusi ilm va sir o'rtasidagi chiziqda turibdi. Bu hodisa hanuz eng jumboqli voqealardan biri bo'lib qolmoqda. O'z-o'zidan yonib ketish hodisasi, tibbiyot, kriminalistika va g'ayrioddiy tarix kesishgan murakkab mavzu. Biz bugun faqat eng muhim misollarni ko'rib chiqdik. To'liq tafsilotlar, manbalar va qo'shimcha izohlar esa Telegram kanalimizda sizni kutmoqda. Sirli voqealarning davomidan boxabar bo'lish uchun bizga qo'shiling.